boshlaymiz. Ikkinchi darsimizning mavzusi to'qimachilik materiallarini pardozlash korxonalarini rivojlanish istiqbollari deb nomlanadi. Pardozlash bo'yash korxonalari ko'p miqdorda suv iste'mol qiluvchi sanoat tarmog'iga kiradi. Jarayonlardan hosil bo'lgan oqova suvlarni tozalash, tarkibidagi bo'g'uvchi modda, ishqor, kislota, tuz va sirt aktiv moddalarning bo'lishi ularni tozalash jarayonlarini qiyinlashtiradi. Hindiston, Xitoy va Misr matolarga gul bosishning vatani hisoblanadi. Ilgari matolarga qo'lda gullar chizilgan. So'ng maxsus qoliplar orqali, keyinchalik esa gul bosish jihozlarda matolarga turli-tuman gullar bosilgan. Matolarga yakuniy pardoz berish hamma jarayonlardan so'ng kashf etilgan. 18-19 asrlarda matolarga kraxmal bilan ishlov berish, uni sifatini oshirish ma'lum bo'lgan. Bu jarayonda matoga o'ziga olgan yangi xususiyatlar birinchi yuvishdan chiqib ketgan. 18-asr o'rtalariga kelib, matolarga yakuniy pardoz berishning yangi turlari kashf etildi. Ya'ni kam kirishuvchanlik, kam hajmlanuvchanlik, suv o'tkazmaslik va olov bardoshlik hamda bakteriyalarga qarshi mustahkamlik. Turli ishlab chiqarishdagi pardozlash jarayonlarining iqtisodiy baholash va o'rganish, bu jarayonlarni olib borishning eng maqbul sharoitini tanlash, yordamchi materiallar va jihozlar tanlash, ishlab chiqarish jarayonlarini nazorat qilish, muammolarni hal qilish, gigiyenik va xavfsiz mehnat qilish sharoitini ta'minlash, to'qimachilik materiallarini pardozlash texnologiyasi vazifasini tashkil etadi. To'qimachilik materiallarini pardozlash jarayonlarini effektiv olib borish kimyo va fizika qonuniyatlarini muhandis, iqtisod va boshqa fanlarni amalga qo'llashni o'rganuvchi bilimlar majmuasiga asoslanadi. To'qimachilik materiallarini pardozlash jarayonlari bo'yash, pardozlash yoki pardozlash korxonalarida olib boriladi. Pardozlash korxonalari tarkibida quyidagi asosiy bo'limlar faoliyat olib boradi. Oqartirish, bo'yash, gul bosish va yakuniy pardoz berish asosiy bo'limlar hisoblanadi. Bu asosiy bo'limlar bilan bir qatorda yordamchi bo'limlar ham bo'ladi. Ular xomashyo, tayyor, yarim tayyor mahsulotlar, kimyoviy moddalar, ehtiyot qismlar omborxonalari, kimyoviy stansiya, bo'yoq qaynatish xonasi, ishlatilgan eritmalarni regeneratsiya qilish bo'limi, qoliplar tayyorlash xonasi va gravyura xonalari bo'ladi. Pardozlash korxonalarining rivojlanishi quyidagi omillarga asoslanadi. Birinchisi, aralash tolali matolar miqdori va ularni ko'paytirish, eni matolarni ishlab chiqarishga o'tish. Ikkinchisi, jarayonlarni birgalikda olib borish, texnologik begitliklarni qisqartirish hamda jarayonlarni faollashtiruvchi yangi fizik va kimyoviy usullarni keng qo'llash orqali pardozlash jarayonlarini jadallashtirish. Uchinchisi, kichik modulli, ko'pik, azeotrof, yuqori konsentratsiyali, yuqori haroratli, suyuq ammiakli va shu kabi yangi progressiv texnologiyalarni qo'llash. Va oxirgisi, kompyuter texnologiyalarini qo'llab, texnologik jarayonlarni avtomatik nazorat qilishni keng qo'llash va kimyoviy modda miqdorini avtomatik boshqarish. Tolali materiallar yuqorida ko'rsatilgan bu jarayonlarni amalga oshiruvchi obyekt bo'lib, xossalari va strukturasi bo'yicha juda murakkab sistemalar hisoblanadi. Bugungi darsimiz o'z nihoyasiga yetdi. Keyingi darsda ko'rishguncha sog' bo'ling.